Oraya onu yaptın mı görüşün? Evet, o'zimma qizim. Onu yaptım. Ha, oldu. Ne o'zing yo'q? Men olishni bilmayman. Mana oraya. Yürü olayım kızım, bana. Mẹ yok yaptım. Uyda hararati 22-26 bo'lsin. Qizim nafsimiz tikamiz. Qancha to'g'ri ovqatlansa shuncha yaxshi bo'ladi. Qo'yoq go'sht ovqat qilib bermaysizlar. Osh, savlar, sho'rva, mastalar, nimlar bo'ladi. Go'shtni mol go'shtida ovqat yeydi. Mana qilib go'shtni dimlab pishirib, ichiniga solib qo'yib qo'ysalar, ovqat ilib yemagan mahalda ash go'shtni olib maza qilib yeydi. Hali yog'da dog' qilib, tashqariga chiqib, bitta holatga keltirib turib, sovitib, ashiga go'sht tashlab qo'g'irgandan keyin pishib deganda ko'zini zo'r bo'lib pishadi. Yog'ni olib ichiniga solib yaxshi bolaga yaxshi gapirlar. Yo'q, undan e'tirof keladi. Ki abi onu. Abi olyapman men. Ha. Oldin ne? Menikiga chiqmay qolsa siz tashlab qo'yasiz bizga. Biz ham o Rossiya jo'natamiz-da. Endi buni yazamanmi? O'chiramanmi buni yozib? Ha, bu to'xta, o'zing o'chirib qo'yasan. Uch yuvarmagan bo'ptimi? Sekinroq yur. Arkandan meni yetib olay. Mana o'chirib qo'yaman, qanaqa o'chiraman endi?